Qozaq sanatkor Janargul Jumatay o'tgan oyning beshida xalqaro axborotning ziyoratini qabul qilib, o'zining va qozoq xalqining beshiga kelgan kulfatlarni xalqaro jamoatga anglatgan edi. Ilgari 2 yil lagerda yetib chiqqan va shuningdan keyin 3 yil Nazarbanddan qutlanmagan Janargul xalqaro axborotga qilgan so'zda o'zining shaxsiy talablaridan biri sifatida tartiblangan pasportini qo'lga olib Qozog'istonga chiqish va u yerda chala qolgan tijoriy ishlarini davomlashtirish ekanligini bayon qilgan. Bu talab va shikoyatlar uchun beshiga kelgan har qanday avorchilikqa rozi ekanligini bildirgan Janargul xalqaro axborotchilarning o'zi bilan izchil aloqa qilishini talab qilgan edi. Janargul bilan izchil aloqa qilayotgan Chex Cumhuriyatidagi tadqiqotchi Uyg'urcha ismi Yusufjon bo'lgan Ron Sternberg apandining radiomizga inkos qilishicha, Janargul 10 fevral kuni Urumchi noyasidagi onasining uyidan tutib ketilgan. Siz belki anlagan bo'lishingiz mumkin. Janargul tutilib ketdi. 2 kunning oldida 10-chislasida. Shuningdan keyin uning telefon qilsam olmaydi. Shu tutilib ketib, Saybaq rayonidagi soqchixonasiga qo'lga ilib olgan deydi. U 100% aniq emas. Yusufjon yo'llagan ovoz xotirasidan ma'lum bo'lishicha, Janargul tutib ketilgandan keyin urug' tuqqanlari uning nega aktilganligi haqida hech qanday uchur olmagan. Salom, men Yusufjon. Men Yusufjon. Ya. Qanday bo'ldi? Saqchi yeni bo'lganda odamning qayda ekanini bilmaymiz. Men ana Chechen nesini yig'ib turman. Bilmaymiz, adam Urumchiga ketib qatdi, Gobo, Sayg'oqqa Gobo deydi, ketib qatdi. Qayerdan tutilib ketdi? Biyangudan tutilib ketdimi, Saybaqdan tutilib ketdi? Biyangudan ana Nansanda Chechenning qasında. Sonra akşam kelib adamlar. Kelibdi de sonra men kelib ara Chechen jig'ilib ketdi. Biz Janargulning navbatdagi ahvoli, jumladan nima tutib turilayotganligi haqida oldi bilan Urumchi shaharlik soqchi idorasiga telefon qildik. 喂，先生分机吗？稍等啊，你没忘住来上了，快来。yaxshi. Bu Tangirtog' rayonlik soqchi idorasimi bu? Janargul Jumatay deb qozoq naqshchi qizlarni tutgan, shuning delosiga mas'ul bo'lgan. Shu qaysi soqchixonadan bilalamsizlar? Uni bilmaymiz, uni siz aşağılıkta tutgan yerden siz soran, o karşıda qaraydı da, onu sormuşsunuz, siz onu yoklamayınız, biz o yaşar aylık soqchi idarasidan birmuncha soqchi batsan. Bu Urumchi noyasidan tutib ketdiki, Urumchi noyasiniki bozirdan. Ondan sonra Saybaq rayonidagi telefon nomeri, shuni telefon qilib so'rasam. Bu tutilish sababi nima bo'lgan bo'ldi? Bu chet el muxbiriniki bir ziyoratini qabul qilganligi yoki qabul qildiganligi uchun degan gap to'g'rimi? Bu Saybaq rayonlik soqchi idorasining qaysi bo'limi tutdi, bu qaysi atirdi? Shularning telefon nomerini deb beramamsizlar? Bu Saybaq rayonlik qo'rg'onlarnikidan shu Saybaq rayonlik soqchi idorasiga telefon qilib so'raysiz. Yusufjon ta'minlagan suhbat xotirasidan ma'lum bo'lishicha, yillardan beri uni izchil nazorat qilib kelayotgan, bo'libmi bir oydan bir o'rinsiz telefon va suhbatlar bilan parokanda qilib kelayotgan soqchi xodimlari u hadisining uyiga kelish bilanla uni yana avara qilishga boshlagan. Janag bo'laymi? Siz uyda bormi, yo'qmi? Bo'ldi. Hamma sho'chunikdan Jinwushniki. Sen sho'chu Jinwush. İsminiz nima? İsmim Zülfiye. Şanzampi. Ya siz var mı öyle demeksin? Vay? Ben bağ yokluğumda sizin şanzamı. Sen battı şu bağ yokluk olsa kredi geliyorsunuz. Nemişiniz battı? Davranmıştık. Ya ben telefon demeyime körüşken deydiğen. Yok ben körüşmeyime. Siz telefon tutan. Siz öyle var mı yok mu? Nemi karınızdan bağ mı yok mu? Bak ola hoş. Mazkur tavallikdagi bir soqchi xodimi uningga telefon qilib, uyda bor yo'qligini so'ragan. Janargul mazkur soqchining bu o'rinsiz savollariga javob berishni rad qilgan. 喂，你在家呢？你说，刚你问了啥？没有，我说你在家呢。我在不在家跟你有关系吗？咋说话像这么冲啊？我就是问一下你在不在家，又没啥别的。不要问这个，你不要问这个，你就直接就问那个。说那个啥，社区干啥正常入户，你该配合，该开门。我开了很长时间了，但是我开不开有意思吗？没啥意义嘛。 10 fevral kuni tush mezgilida 2 nafar soqchi xodimi uningga yetkazilgan muhim bir uchur borligini bildirib, ya'ni uydan aldab soqchixonaga ilib borgan va so'roqdan keyin uni uyiga agab qo'ygan.
kechqurun soat 6 mezgilda saqchilar Janargul Turg'a uyga besib kirib, uni belkidan tutib, so'rgan peti saqchi mashinasiga olib chiqib ketgan. Uning uy ichidagi kiyimini yangishib olishig'imi fursat bermagan. Men ana chechimda anamda nem balani qo'lida tutiblar, mashinaga besiblar. Albatta. Ular saybaq go'bo deydi. Qo'liga yo'q, ustimda kiyimida yo'q, bir jajal bilan o'tiribdi ekan. Shu putida yalang yilqi bir oyoq bor ekan. Shu oyoqsiz kiyib, ustida kiyimlari yo'q. Biroqlamanda sürep biroqlar olib chiqiblar, mashinaga besiblar akitibdi. Hozir bir saqchilar kelib, apamning telefonini qo'shib olib ketgan. Apamning telefonini kirib Saqchilar uni ilib manganda urug' tuqqanlarining qo'liga hech qanday qonuniy rasmiyat qog'ozlarini tutqazmagan. Biz Janargul Jumatayning Urumchi saqchi idorasining qaysi organ tarafidan nima uchun tutilganligini oydinlashtirish uchun yana Urumchi shaharlik saqchi idorasiga telefon qildik. Telefonimizni qabul qilgan xodim Janargul Jumatayning Urumchi shaharlik saqchi idorasi Saybaq rayonlik tarmoqining davlat tomonlik atris tarafidan tutilganligini dalilladi. Yaxshi, qanday bo'ldingiz? Yaxshi, o'nozada. Urumchi shaharlik saqchi idorasimi? Kimni zaytay? Biz Janargul Jumatayining ahvolini so'ramoqchi, shuning ahvolini uqmoqchi. Saybaqni tutdimi? Nima? Saybaq rayoniga. Bu nima sababdan tutilgan bo'ldi? Bu tutilishning sababi nima? Dilondan seni payson so'rdan so'raydi, bizdan so'rga tutib beramayman. Ya, mahili mashhur emas. Ya, mashhur dilogo bu Janargul Jumatayda bir qozoq qiz bilan naqshchi va bir oydan beri bu nazorat qilib aslango bu Saybaqniki. Bu da Urumchi naysiga bag'ach. Bu Onda shu paysoni tutgan bo'ldimi? Saqchixonning tutdimi? Saybaqdiki. Janargulni qo'boda bekatda bizmi qo'ynam. Qo'boda qo'ynam. Shu chet el bilan aloqalashganlik uchun tutildi degan gap to'g'rimi? Amsira biz o ishga biz tutmaymiz. Ammo Janargulning nima uchun tutilganligi haqida ma'lumot bermadi. Biz mazkur saqchi xodimidan Janargulning nada tutib turilayotganligini so'rdik. Go'boni tutganmiz, Go'boni telefonini deb turamsa. Qo'boda telefon ekan. Bu Saybaq rayonida Bu da shu qamoqxona telefonida deb turamsa. Bu qamoqxona desa, buldu da qaysi shu Saybaqlar qamoqxona bo'lsa. Gerçi mazkur xodim bu vaqtda aniq javob bermagan bo'lsa-mu, Yamanliq saqchixonasiga telefon qilib bakishimizni tavsiya qilish orqali Janargulning Yamanliq saqchixonasining qamoqxonasida tutib turilayotganlik ehtimolligini oshkorildi. Shu Janargul tutib turilayotgan qamoqxona qaysi qamoqxona? Shuniki dapasingiz bo'ldi. Hozir o nima Janargulniki pasport ola olganligidan xabaringiz bormi? Pasport berildimi, berilmadimi? Janargulni bizning fuqarolarga qilforga uni 110 faqat saqchilar bu kilo alqamaymiz. 325 Onda yaşanı biri. Bu yaşam payısı olduğunuz şu Yamanliq saqchixonimi? Hurmatli radio dinləyicilər, yuqorida Urumchi turib xalqaro axborotning ziyoratini qabul qilgan va xalqaro jamoatdan yordam so'ragan qozoq san'atkor Janargul Jumatayning o'tgan juma kuni Urumchi Saybaq rayonlik saqchi idorasining davlat tomonlik saqchilari tomonidan tutqun qilinganligi haqida anglitish berdik.